Assalomu alaykum. Biz kuzatib borayotgan obunachilar 2025-yil 13-dekabr sanasiga Namangan viloyati Haqqulobod qishlog'ida, Norin tumanida Svitariana bilan Giant Red kiloslarimizni ekib beryapmiz. 5 ga 3 sxemada. Akalarimiz mana mehnatda ekib berishyapti. Xudo xolasa holatlari a'lo darajada 5 ga 3 qilib chiroyli qilib ekib beryapmiz. Taylariga biyagimiz bilan hamma postni aralashtirib ko'myapmiz. Akamiz nima qanaqa rasxod bo'lsa ham zo'r bo'lsin degani uchun biyagomizlarni oldirib hamma postlarni 100 grammdan bir dona uyaga 100 grammdan tashab ekib beryapmiz. Xudo xolasa 13-dekabr sanasi mana ertalab boshlaganmiz. 700 dona ko'chatni bir kunda ekib beryapmiz. Bir dona ekib berish xizmatimiz 5000 so'm, 6000 so'mdan to'g'ri keladi. Uyalarini ko'lab, razibkalarni chiqarib, chiroyli qilib ekib beramiz. Ko'chatlari o'zimizda mavjud. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar, ko'chatlar kerak bo'lsa, o'zimizdan sotib olishlari mumkin. Dehqonni o'zidan qilayotgan mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like, kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.